Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Durus birinchi kitob, 10-dars, 6-qism, 55-bet. Hamid va Muhammadning orasidagi o'zaro suhbat, dialog. Hamid so'ramoqda: "Va zamiluka ayna abuhu?" Va sening kursdoshing, uning otasi qayerda? Muhammad javob beryaptiki: "Abuhu fil Yabani." Uning otasi Yaponiyada. "Huwa tajirun kabirun." U katta tijoratchi. "Alaka akhun ya Muhammadu?" Ey Muhammad, sening akang bormi? "Na'am, li akhun wahidun." Ha, mening bitta akam bor. "Ismuhu Usamatu." Uning ismi Usoma. "Huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati." U men bilan birga bu yerda, Madinai Munawvarada. Huwa bu yerda Muhammadning akasiga, ya'ni Usomaga qaytadi. E'tibor bersangiz, huna kalimasi kelmoqda. Biz bugungi kungacha makon uchun ishlatiladigan ismi ishoralardan hunakani o'rganib o'tganmiz. Hunaka ismi ishora bilan makonga, ya'ni joyga ishora qilinadi. Va o'sha ishora qilingan joyning masofasi o'rta uzoqlikda bo'lishligi lozimdir. Masalan, al-kitabu alal maktabi hunaka. Kitob ana bu yerda, yozuv taxtasining, ya'ni stolning ustida deb o'rtacha uzoqlikka ishora qilmoqda. Bugun o'rganadigan ismi ishoramiz huna. Ismi ishora huna bilan ham makonga, ya'ni joyga ishora qilinadi. Faqat ishora qilingan joyning masofasi yaqin bo'lishligi lozim. Masalan, al-kitab alal maktabi huna. Kitob mana bu yerda, yozuv taxtasining ustida deb o'zining yaqinidagi stul turgan joyga ishora qilmoqda. Hunaka ismi ishoraning huna ismi ishoradan farqi ham ayni mana bu yerda, ya'ni hunaka bilan o'zidan o'rtacha uzoqlikdagi stolning joyiga ishora qilgan bo'lsa, huna bilan o'zining yonidagi stolning joyiga, makoniga ishora qilmoqda. Demak, huna ismi ishora bilan makon, joyga ishora qilinadi hamda u joyning masofasi yaqin bo'lishligi lozim. Hamid va Muhammadning orasida o'tgan suhbatda Muhammad javob berib aytdiki: "Ha, mening bitta akam bor. Uning ismi Usama. Huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati." U men bilan birga mana bu yerda, Madinai Munawvarada deb huna ismi ishora bilan o'zi hozir joylashib turgan shaharga, Madinai Munawvara shahriga ishora qilmoqda. "Vali ukhtun wahidatun ismuha Zaynabu." Va mening bitta opam bor. Uning ismi Zaynab. "Va hiya fil Iroqi ma'a zawjiha." Va u kuyovi bilan birga Iroqda. Hiya zamir munfasil Muhammadning opasiga qaytadi. Ya'ni u opam o'z kuyovi bilan birga Iroqda. Zawjuha muhandisun. Uning kuyovi muhandis demoqda. Hamid yana so'ramoqda: "Aindaka sayyaratun ya akhi?" Ey birodarim, sening mashinang bormi? Ainda kalimasi zarfdir. Yo makonni yoki zamonni ifoda qiladi hamda o'ziga muzofun ilayhi talab qiladi. Ainda bu yerda muzof ka zamir muttasil fathaga binoan mabni jar o'rnida muzofun ilayhi bo'lmoqda. Biz o'rganayotgan bu bosqichda mana shu kabi iboralarda ainda kalimasini bor deb tarjima qilsak to'g'ri bo'laveradi. Keyin o'z o'rnida vaqti kelganda bor so'zi qayerdan kelib chiqishligini to'liq o'rganamiz. Demak, ainda bilan bor deb aqlsiz va hissiy narsalarga ishlatiladi. Masalan, "Aindaka sayyaratun?" Sening mashinang bormi? Deb hissiy va aqlsiz narsa bo'lmish mashina haqida so'ramoqda. Boshqa misolda, "Indi qalamun." Mening qalamim bor deb inda bilan o'zining huzuridagi hissiy va aqlsiz narsa bo'lmish qalamga ishlatilmoqda. Ammo mening akam bor, mening ukam bor, mening ustozim bor va shu kabi aql sohibi bo'lgan shaxslarga nisbatan bor demoqchi bo'lsa, harfi jar lom ishlatiladi. Masalan, "Alaka ukhtun." Sening opang yoki singling bormi? Deb aql sohibi shaxs bo'lmish ukhtun opa so'ziga harfi jar lom bor ma'noda ishlatilmoqda. Boshqa misolda, "Li akhun." Mening akam bor deb lom harfi jar bilan akhun so'ziga ishlatilmoqda. Demak, inda bilan bor ma'noda g'oyri oqil, aql sohibi bo'lmagan narsalarga
ishlatilsa, lom bilan aql sohibi bo'lgan shaxslarga bor ma'noda ishlatiladi. Hamid, aindaka sayyaratun ya akhi, ey birodarim, sening mashinang bormi? deb inda kalimasi bilan narsa buyum bo'lmish mashinani borligini so'ramoqda. Muhammad javob beryaptiki, la ma indi sayyaratun, indi darrajatun. Yo'q, mening mashinam yo'q. Harfi javob ladan keyin kelgan ma kalimasi bu ma hijoziy harfi nafidir. U haqida to'liq o'z o'rnida o'rganamiz. Bizga bu darslik kitobimizda hijoziy ma haqida kerak bo'lgan ma'lumot ma bor ma'nodagi inda harfi jar lom uning ma'nosini nafiy qilib, bor degan ma'noni yo'q degan ma'noga aylantiradi. Masalan, aindaka qalamun, sening qalaming bormi? La, ma indi qalamun, yo'q, mening qalamim. Inda bilan ma ikkisi birgalikda yo'q ma'noda. Yo'q, mening qalamim yo'q demoqda. Shuningdek, alaka axun, sening akang yoki ukang bormi? La, mali axun, yo'q, mening akam yoki ukam. Lom bilan ma ikkisi birgalikda yo'q ma'noda. Yo'q, mening akam yoki ukam yo'q degani. Hamid, aindaka sayyaratun ya akhi, ey birodarim, sening mashinang bormi deb Hamid so'ragan edi. Muhammad javob berdiki, la ma indi sayyaratun, yo'q, mening mashinam yo'q. Indi darrajatun, mening charxim, velosipedim bor. Hamzatu indahu darrajatun, Hamza uning mashinasi bor dedi. Tamarin mashqlar. Birinchi mashq 56-betda. Ajib anil as'ilatil ati. Ajib javob ber, anga al as'ila savollar, al atiya quyidagi. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyidagi savollarga javob ber. Birinchi savol, masmuka, sening isming nima? Masalan, ismi Abdullohi, mening ismim Abdulloh. Shu tariqa savollarga mustaqil o'zingiz javob berasiz. Ikkinchi mashq 57-betga to'g'ri keladi. Da fil firog'i fi ma yali ad-damira, da qo'y figa firog'i bo'shliq, bo'sh joy, fi ma yali birgalikda quyidagi ad-damira zamirni. Da fil firog'i fi ma yali ad-damira quyidagi bo'sh joyga qavs ichidagi hu muzakkar yoki ha muannas zamirni qo'y. Birinchi misol. Hazihil bintu tolibatun. Bu qiz toliba. Demak, gap toliba qiz haqida ketmoqda. Shuning uchun ham ism so'zidan kelgan muannas zamir muttasilni qo'yamiz. Ismuha Zaynabu. Uning ismi Zaynab. Keyingisi Muhammadun tabibun. Muhammad tabib. Demak, gap Muhammad haqida ketmoqda. Shuning uchun ham ibn so'zidan kelgan muzakkar zamir muttasil uni qo'yamiz. Wabnuhu muhandisun. Muhammad tabib va uning o'g'li muhandis deb. Shu tariqa qolgan bo'sh joylarga o'zingiz munosib kelgan zamir muttasil muzakkarni yoki muannasni qo'yib gapni to'ldirasiz. 3 va 4 mashqlar ham 57-betga to'g'ri keladi. Hati khamsata as'ilatin va ajwibatin kal misalil atiya. Hati keltir, khamsa 5 fathani qo'shimchasi, as'ilatin savollar va ajwibatin javoblar kabi degan misali misol al atiya quyidagi. Hati khamsata as'ilatin va ajwibatin kal misalil atiya. 5 ta savollar va javoblarni quyidagi misol kabi keltir. 3 va 4 mashqlarda quyida misol berilgani kabi 5 ta savol va uning javoplarini keltiramiz. Aindaka qalamun, sening qalaming bormi? Naam indi qalamun. Ha, mening qalamim bor. 3-mashqda shu tariqa 5 ta savol va javobini tuzasiz va javob musbat bo'lishligi lozim. Masalan, aindaka kitabun, sening kitobing bormi? Musbat javob berib, naam indi kitabun, ha, mening kitobim bor deb 5 ta savol va javobni tuzasiz. 4-mashqda esa 5 ta savol tuzib va u savollarning javoblari manfiy bo'lishligi lozim. Masalan, aindaka qalamun, sening qalaming bormi? La, ma indi qalamun. Yo'q, mening qalamim yo'q. Aindaka kitabun, sening kitobing bormi? La, ma indi kitabun. Yo'q, mening kitobim yo'q. Shu tariqa 5 ta savol va unga 5 ta manfiy javob 4-mashqda tuzasiz. Oxirgi 6-mashqimiz 58-betga to'g'ri kelgan. Lom harfi jar zamir muttasillardan keyin kelsa, mutakallim yadan boshqalarida fathalik o'qiladi. Masalan, mutakallim yada li bo'lib kasra bilan o'qilsa, harfi jar lom qolgan 13 siyg'ada fathalik o'qiladi. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna kabi. 6-mashq. Li uxtun vahidatun. Mening bitta opam yoki singlim bor.
Alaka ahun, sening akang yoki ukang bormi? La, mali ahun. Yo'q, mening akam yo'q. Ukhti laha tiflun saghirun. Opam, uning kichik bolasi bor. Zamili lahu ahun va ukhtun. Kursdoshim, uning akasi va opasi bor. Demak, shu bilan bugungi dars nihoyasiga yetdi. Bugungi darsda biz huna ismi ishorani o'rgandik. Huna ismi ishora bilan makon, joyga ishora qilinadi va u joyning masofasi yaqin bo'lishligi lozim. Inda va lom bor ma'nosida ishlatiladi. Lom bilan aql sohibi shaxslarga ishlatilsa, inda bilan aql sohibi bo'lmagan narsa buyumlarga ishlatiladi. Ma hijoziy harfi nafiydir. Inda va lomdan oldin kelsa, bor ma'noni nafiy qilib yo'qga aylantiradi. Lom harfi jar zamir muttasillardan keyin kelsa, mutakallim yodan boshqalarda fatha o'qiladi. Mutakallim yoda li bo'lib kasra bilan o'qilsa, qolgan 13 siyg'ada zamir muttasillardan oldin fathalik o'qiladi. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.